Bu sirni o'z nafsingizga va yaxshi ko'rgan insonlaringizga xabar bering. 2 oyat. Agar shu 2 oyatni kechqurunda o'qisangiz kifoya bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, kimki Baqara surasini oxirgi 2 oyatini o'qisa yetarlidir dedilar. Ba'zi ulamolar aytadiki, kifoyadir tahajjud namoziga. Yana ba'zilar aytadiki, hamma yomonliklar uchun yetarlidir. Yana boshqalar aytadiki, yaxshiliklar uchun kifoyadir deyilgan. Shu 2 oyat buyuk va azim oyatdir. Yoki xufton namozini sunnatida o'qing. Yoki bo'lmasam 2 rakat tahajjudda o'qing. Yoki uxlashdan oldin o'qib yoting. Esdan chiqarmang. Bu sirni va bunga amal qilishlikni bu to'g'risida ayolingiz va bolalaringizga va kimni yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, ana shu yaxshi ko'rgan insonlaringizga aytib bering. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga cheksiz salovat va durudlar bo'lsin.